Asli qozog'istonlik futbolgeri retsepti asosida tayyorlangan bu chakchakka O'zbekistonda birinchilardan bo'lib o'zim tayyorlab, nomini ham popcorn chakchak deb o'zim qo'yib bergandim. Hozirgi yangi chiqayotgan kukuruz chakchak, burma chakchaklardan ancha-muncha mazali tayyorlanish bo'lsa, juda ham oson bu chakchakni siz ham albatta tayyorlab ko'ring, hech ham afsuslanmaysiz. Sosa va qo'riq idishimizga 6 sa tuxumni chaqib solamiz, ustidan tuz, sodani solamiz, yaxshilab vinchikda aralashtirib, keragicha un solib, o'rta qattiqlikda xamir qilib olamiz. Xolodilnikda yarim soatgina damini olgan xamirimizni o'rta yupqalikda yoyamiz va xuddi manparga kesgandek mayda to'rtburchak ko'rinishda kesib olamiz. Qancha mayda qilsangiz shuncha chiroyli bo'ladi. Men birozgina kattaroq qildim, sabrim yetmadi. Tayyor kesilgan chakchaklarimizni unidan ajratib olamiz va ko'pgina yog'imizga solib, yaxshilab ikki tarafini qip-qizil qilib pishirib olamiz. Chiyla yopishib qolmaydigan ideal qiyom uchun shakar ustiga suv solamiz, bir bo'lak limonni solib gazga qaynatganini qo'yamiz. O'rtadan pastroq olovda yetilgunigacha qaynatamiz. Muzli suvga solganingizda o'zini qolipini yaxshi ushlab tursa, demak siruplar tayyor bo'ladi. Ustiga keragicha asalni solib, gazni o'chirib qo'yamiz. Sirupimiz tayyor. Popcorn chakchaklarni ustiga qaynoqqina sirup qo'yamiz va tez-tez aralashtiramiz. Yog'langan qolipimizga solib, bemalol xohlagan formamizga keltirib, yopishtirib olsak bo'ladi. Qolipga solganda asosiy qoida yarmini solib, yaxshilab bosib yopishtiringlar, bo'lmasa kesganingizda bo'laklarga bo'linib ketadigan bo'lib qoladi. Ustini fantaziyangiz va uyingizda bor mahsulotlarga qarab bezatasiz va dasturxonga tortasiz. Albatta tayyorlab ko'ring.